Mana shunaqa yosh sistemga, zotga o'zim noldan sigir qilaman deb qidirib yurgan aka-ukalarimizga Simental Xunajan, German Novvoz, German Xunajan, Simental Novvoz har turidan bor, gibridlari bor, hamma yo'nalishidan bor. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bo'zaylarimiz ko'p, yangi partiyada keldi. O'tgan safarga chiqargan videomizdagi bo'zaylarni Xudo xohlasa egalariga topshirdik. Bular yangi partiya. Sistemga so'ragan aka-ukalarimiz ko'payib ketyapti, do'st birodarlarimiz. Xudo xohlasa yetkazib beramiz. Chiroyli narxlarda eshiklarga olib bortirib beramiz. Mana Novvoslar nima deyapti? Toza German Novvos. 100 ga 100. Simental buqachalar bor. Hamma turidan bor, Xudo xohlasa. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-uka, do'st birodarlarimiz, hojota hojonalarimizga kelib ko'rgan uzoqlik qiladi. Eshigimizga olib bortirib bering, yaxshi bo'lasida. Videolarga dastavka xizmatlarimiz ham bor. Vodiy bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasida. O'rta Shahrixon mahallasidan bo'ladi. Bo'lmasa, sizlarni kuttirmasdan videomizni boshlayveramiz, videolarimizni. Kattalardan boshlaylik. Bo'lmasa mana bir dona 4,5 oylik bitta o'zimizlik uchun emishcha qiyin bo'ladi. Bir dona toza gibrid xunajinimiz bor. O'tga kirganidan so'raganlarga o'tga kirgan bu xunajinimiz 4,5 oylik bo'ldi. Yeb-ichimlari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida, mana ostlari ham. Xudo xohlasa zo'r, oying odam mazza qiladi, baraka topadi. Narxlarni ham bomba qilib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, bu xunajinimizning narxi 14 million 500 ming so'm, kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Bizda bitta olganga ham, 10 ta olganga ham qizig'i yo'q. Dastavkasi vodiy bo'ylab deyildimi? Vodiy bo'ylab Andijon, Farg'ona, Namangan dastavkasi bor. 14 million 500 ming so'm kamini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida ketdi mana. Kimda bor bunaqa narx? Toza gibrid so'raganlarga mana. Mana. Kallalarini qaranglar, Novvos kalla. Olgan odam mazza qiladi. Gibridni ham sigiri kuchli bo'ladi. Gibridni ham toza gibridni kuchli bo'ladi. Buni baqqa akalarimiz o'zi juda yaxshi biladi. Bu yerda mana bir dona bu ham toza gibrid, bir dona gibrid xunajinimiz bor. Bunimiz 2,5 oylik bo'ldi. Bu ham sutdan chiqib o'tga kirgan variantida. Yeb-ichimlari, sog'lomligi garantiya. Bular onasi Qoraola, otasi Simental bo'lgan bulardi. Simentalga qo'yilgan zo'rlardan olib kelganmiz, Xudo xohlasa. 2,5 oylik o'zi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 12 million so'm, kamini qilib beramiz, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. 2 dona mana toza 100 ga 100 toza Simental, bir dona Novvos, bir dona xunajinimiz bor. Bunisi Novvos. 40 kun 45 kunlik Novvos ekan. Jicha sutdan ayirib qo'ygan ekan, orqa ketdi yaxshi mana. Yeb-ichimlariga, sog'lomligiga garantiya. Xudo xohlasa, bular soskada ham sut ichaveradi. Sigirlar bo'lsa qo'shib qo'ysanglar ham yemaveradi. Mana xunajin. Xunajini 1 oylik bo'ldi. Ekosi ham Xudo xohlasa toza. Mana 100 ga 100 Simental xunajin hamda Novvosimiz. Mana Novvosimiz. Narxlarini chiroyli qilib beramiz. Bitta Novvos, bitta xunajinni jupiga mana. Bitta Novvos, bitta xunajinimizni jupiga 30 million deyapmiz. Kamini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Ko'ryapsizlar. O'zi tayidan tushib qolgani, Novvosning tayidan tushib qolgani 15 million bo'lyapti. Biz jupini 15 milliondan deyapmiz. Endi bu 40 kunlik, bunimiz 1 oylik bo'ldi mana. 100 ga 100. Ikkosi ham Xudo xohlasa oq qumchoq, oq kitri, toza. Olgan odam mazza qiladi. Mana bir dona puli yengilidan bo'lsa,
Hoji ota hoji onalarimiz pensiyani puliga chiqarib beraman, pensiyani puliga to'plab turib bo'zay olaman deb niyat qilib qo'yganlarga bir dona mana o'zimiz Toshkent Paroda bo'zayimiz bor. Bunimiz 15 kunlik bo'zay. Chiroyli bo'zay, mana yeb-ichtilari sog'lomligi. Hamma yo'q garantiya. Endi buni yeb-ichtisi deb oryapmiz. Sut emgi bo'zayda sut emishiga garantiya beramiz. Sog'lomligi, ich o'tmasligiga garantiyasini beramiz. Xudo xohlasa zo'r sog'lom. Olgan odam maza qiladi, sigiri bor odam qo'shib qo'ysa zo'r bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 6.500.000 so'm kami bor. Tayriga o'tib beramiz, dastavkasini qilib beramiz. Mana endi toza 100 ga 100 German novvoschamizga yetdi. 45 kunlik novvoscha bu. Xunajinimiz 35 kunlik, ikkosi ham bitta joydan chiqqan. Xudo xohlasa ichotki bo'lmagan, bo'zaylar sog'lom, ikkosi ham toza. Tekshirtirib olaverasizlar, garantiyasi bor. Oyoq qo'li baquvvat, mana stakan tuyoq. Mana nima deyapti bu bo'zay? 45 kunlik bo'zayni orqa ketlarni qaranglar, yaxshi natijada. Bunisi xunajan. Mana narxiga keladigan bo'lsak, xunajinimizga 12 million so'm kami bor. Novvosimizga 16 million deyapmiz. Jupiga 28 million kamini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Bugunga shu bo'zaylarimiz ozgina qilgan mehnatimizga bittadan like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.